Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javl qishloq dorivor o'simliklari ismi qo'yroq. Qo'yroq balandligi 30-40 sm bo'lib, aprel-may oylarida pishadi. Qo'yroq ko'proq qir qoyali toshlarga joylashgan bo'lib, elimizda maqol bor. Bilbarosi bo'lmasa, shudgorda qo'yroqni qilur. Haqiqatan ham qo'yroq toshli joylarga bo'ladi. Ildizini odamlar kovlab olinib, archib tozalanib, hatto o'zimiz milliy palov taomdan guruchdan oldin solinib yeyishi mumkin. Chunki bu uglevodlarga juda boy dorivor o'simlik hisoblanadi. Bilmagan inson bilgan insonlardan so'raydi. Doktorlar tavsiyasiga ko'ra kam-kam iste'mol qilsak bo'ladi.